Homilador ayollarni asabiga tegadigan savollar. Yomon semiribsiz-a? Rosa semiribsiz. Haqiqat bo'lgandan keyin men ozib ketgan, dirish bo'lib ketgan haqiqatni ko'rmaganman. Yo bormi? Kommentda yozishingiz mumkin. To'yingiz meni to'yim bilan ketma-ket bo'ldi shekilli. Cho'ta sizni qorningiz kattaga o'xshayapti. Meni qornim hali chiqqani yo'q. Organizmimiz bir xil Salim. Hammaning organizmi bir xil. Hamma bir xil haqiqat bo'lishi kerak. Hammaning qorni bir xil chiqishi kerak. Kimnikidir tepada, kimnikidir pastda bo'lishi mumkin emas. Yurishingiz og'irlashib qopti. Men 3 ta tuqqanman, ishoning. Shunaqa yugurib yurardim, ot xijolat bo'lardim meni yonimda. Shunaqa chopib yugurib yurganman. Yurishingizni qarang, namuncha unaqa og'irlashib ketdingiz. Sochingizni kestirdingizmi? Kestirmay, umuman bo'yatib kestirmay. Bolangiz umrini kesgan bo'lasiz. 5 ta tuqqan ekspert sifatida aytaman, sizning qorningizdagi 100% qiz. 2 qat qorini ko'rsatish 10 ta tuqqan ekspert sifatida aytaman, sizning qorningizdagi 100% o'g'il. Zamonaviy ro'ysim tanlaylar. Voy, bunisi ketib ketgan-ku. Qachon tug'asiz? O'zingiz tug'moqchimisiz? Yo'q, qo'shnim tug'ib beradi. Yoki keysariya qilmoqchimisiz? Siz namcha noziklashib ketgansizlar. Hozirgi yoshlarni bilmayman, hammasi noziklashib ketgan. Massa qilib ovqat yeyapsiz. Ishtahingiz ham karni ekani. Haqiqat men degani, o'tirib olib 24 soat ovqatlanish kerak degani emas. Namcha ko'p ovqatlandingiz. Bolangiz yegisi kelgan narsani agar siz yemasangiz, ko'zi ko'k tug'iladi. Tug'ilmagan chaqaloqqa nima narsa oldinglar? Umuman mumkin emas bo'lgan qonunga zid narsa. Vo, namcha qorningiz reklama qildingiz. Kengroq narsa kiysa bo'lmasmikan? Yo'q, onasini yemsan. Keng narsa kiysa ham mana shu bola ko'rinib tursin. Nima qilaylik? Qaqat qilib yuboraylik. Yo'q yuboraylik, bundoq bir ichkariga tiqib yuboraylik. To'yingizga necha oy bo'ldi? Bolangiz necha haftalik? Qora narsalar yemang, bolangiz qora tug'ilib qoladi. Xullas, men sizlarga gapiraman deydigan bo'lsam, bunaqa gaplar juda ham ko'p. Hammaning organizmi individual tarzda homilador bo'ladi. Chunki 5 ta barmoq bir xil bo'lmagandek, hammaning organizmi har xil, organizm bilan joylashuvi har xil va hammada homiladorlik har xil kechadi. Ha, o'rtoqlar. Так что o'zinglarni